Labba deb mana shuncha qiz keldi. Hozir biz bu yerda tayyorlaganimizcha ular meni xonada issiqroq o'tirib turishibdi. Kun juda ham sovuq Koreyada, lekin shunday bo'lsa ham Koreyani hamma joydan ketdi. Hattoki Pusandan ham odamlar yetib ketdi. Bilmayman, ular samolyotda kelganmi yo mashinada kelganmi, men o'zim ham tushunmay qoldim. Chunki vaqt hech qancha yo'q edi. Mana shu oyoq kiyimlarga qarab, shuncha o'zbek qizlar kelganligini mana ko'rishlaringiz mumkin. Salom onajonim, nurli farishta, ko'zlari nigoram, ayrilmas rishta, diydor istagida yurakda istam, sog'indim onajon, yomon sog'indim. Men endi sizni bag'rimga bosolmayman, ovozingizni eshitolmayman, qo'llaringizni tutolmayman. Lekin onajon, men doim yoningizdaman. Men bu dunyoni tark etgan bo'lsam ham, sizning yuragingizda, duolaringizda, har bir eslab qolgan xotirangizda yashayapman. Hech qachon o'zingizni yolg'iz his qilmang. Men siz bilanman. Onajon, yig'lamang. Ko'z yoshlaringiz meni qiynaydi. Sizning baxtli bo'lishingizni istayman. Men sizni doim kulib turgan, qalbi yorug', hayotdan xursand ayol sifatida eslab qolganman. O'zimni yomon his qilganimda sizning hammasi o'tib ketadi degan so'zlaringizga suyanardim. Endi esa men sizdan shuni so'rayman. Hayotingizni chiroyli davom ettiring. Hammasi o'tib ketadi. Men yo'qolmadim onajon. Men sizning yuragingizdaman. Har namozingizda, har duoyingizda, har eslab qo'yayotganingizda men siz bilan birgaman.